Paylashtirish unumini tushunib oldik, 0 qilib qo'ydim. Paylashtirish unumi 0 bo'lib ketdi. Tanladim. Tanlaganning yoqi mayada shakli var ekan buning. Navbatki shakli normal deydi. Da tanlab xohlagancha cho'ng kichikligini bekitsang bo'ladi deydi. Normalga nava. Da qism cho'ng, egizlik egiz, kenglik kichik. Da qism kenglik keng, egizlik kichik. Unda bo'lsa mundaq tanlasam bo'ladi demakchi normal holatda. Ikkinchisi cho'ng kichikligi nisbati o'xshash bo'lsin. Ya'ni birda bir nisbat bo'lmay, ma'lum kengligi 1 sm cho'ngaysa, egizligi 5 sm cho'ngayib ketsin demakchi. Nisbat bo'yicha 5 sm cho'ngaysin. Unda bo'lsa men mana eklab undaq tatib baqay. Mana men tatsam kenglik kengayotamda. Kengaymay egizligi, ya'ni kengligim kengayotdi, biroq kengligi bir miqdor kengaysa, egizligi 5 miqdor kengayib egizlab ketib boradi shundaqmi? Muqim kenglik egizlik nisbati degan shu. Endi ma'u muqim cho'ng kichiklik deydi. Mana bunda tanladim. 64 olsun deydim. Dalaklab ma'usul chekib qo'ysam, 64lik tik 4 bulungdan birini chiqarib berdi bu. Masalan, men qo'shishni tanladim mana. Agar men buni 64 qilmay 120 da 64 qilib qo'ysam mana. Mana 120 san top qapti. 120 px qilib qo'yay. Px piksel olsun mana. Maniki kenglik kenggo, mani masalan 180 qilib qo'yay. Endi buningki egizlik egiz bo'ladi. Ammo muqim, cho'ng kichiklik muqim. Sizlar buni mundaq chekib tatanmaysizlar u ham bu yoqqa. Yo'tkiladi ma tatsanglar. Ya'ni cho'ng kichikligini o'zgartirmaysizlar.